Hammaga xayrli kech. Bugungi Zoom efirimiz Atomi kompaniyasining marketing plani haqida bo'ladi. Bu marketing plan asosan yangi ishtirokchilar uchun harakat qilaman oddiy so'zlar bilan tushuntirib berishga. Qanaqadir joyi tushunmaydigan bo'lsanglar, обязательно yoki chatga yozinglar yoki bu videoni qayta ko'rib chiqib, nimaga qayta deyapman, marketing planni qachon yaxshi o'rgangan hisoblanasizlar, qachonki o'zinglar xuddi shundoq gapirib bera olsanglar. Shuning uchun bir necha marta ko'rib chiqishni maslahat beraman va обязательно o'zinglarga konspekt qilib olinglar. O'sha konspekt bo'yicha harakat qilib ko'ringlar. Uyinglardagi bironta bir odamga yoki uyinglardagilar eshitmasa, boshida shunaqa bo'lib turadi. Bu normal holat. Bundan hech ham qo'rqish kerak emas yoki mani tushunishmayapti, mani qo'llab-quvvatlashmayapti deb o'ylash kerak emas. Boshida ko'pchilikda shunaqa bo'ladi. Bunaqa paytda bironta bir o'yinchoqqa yoki oynada o'zinglar gapirib bersanglar ham bo'ladi. Eng asosiysi og'izni ochib gapirishni boshlash. Boshida xato bo'lsin yoki tushunarsiz bo'lsin yoki balki o'zinglarga boshida tushunarsiz bo'lgandir, paka og'zinglarni ochib gapirib bermaguninglarcha marketing planni bilmaysizlar. Shuning uchun nima qilamiz? Bir necha marta qayta ko'rib chiqamiz, konspekt qilamiz va gapirib berishga harakat qilamiz. Agar sizlarni hech kim eshitmasa, chatda menga обязательно yozinglar, men sizlarni eshitaman. Alohida Zoom qilamiz va Zoomda hammasini gapirib berasizlar. Tushunarsiz joylari bo'ladigan bo'lsa ham qo'rqmasdan hammasini chatga yozinglar, обязательно javob beraman. Xo'p, birinchi o'rinda bilamiz, Atomi bu onlayn internet do'kon. Bu platformada aynan O'zbekistonda 18 yoshga to'lgan har bir fuqaro registratsiyadan o'tsa bo'ladi. Ba'zi davlatlar bor, ularda 20 yoshdan, 22 yoshdan, bu o'sha davlatning qonunchiligiga bog'liq. O'sha 20-22 yoshdan registratsiyadan o'tish mumkin bo'ladi. Registratsiyadan o'tish uchun albatta sizni Atomining a'zosi taklif qilishi kerak. Chunki Atomi bu klub ko'rinishidagi onlayn do'kon. Ya'ni ko'chadan kelgan odam registratsiyadan o'zidan o'zi o'ta olmaydi. Обязательно Atomi a'zosi taklif qilishi kerak bo'ladi. Va bu partnyorlik programmasi deyiladi. Nimaga? Chunki Atomida partnyorlik programmasi bor va o'sha programmasidagi marketing planni bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, hozir men ekranni yoqaman. Chunki bugun prezentatsiya ko'rinishida emas. Bugun ekran ko'rinyapti. Yoki ko'rinmadimi? So'shini hozir yoqiladi, bo'ldi. Demak, hozir mana oq bloknot ko'rindi. Mana shu joyda hammalarga tushuntirib boraman. Demak, biz Atomi kompaniyasida registratsiyadan o'tamiz. Registratsiyadan o'tgan paytimizda bizga sistema ID beradi. Ko'rindi hammaga? Chatga yozsanglar bo'ladi. Chatda men buni ko'rib turaman. ID deb yozganim ko'rindimi? Tak, Barnopam menimcha ko'rdilar-da. Xo'p, ID va parol beriladi bizga. Va siz shu ID parol orqali Atomi platformasida o'z strukturangizda o'z o'rningizni egallagan bo'lasiz. Shu o'rinda srazu aytib ketaman. Atomi kompaniyasida a'zo bo'lish tekin va hech qanday majburiyati yo'q. Registratsiyadan o'tgan har bir a'zo Atomi internet do'konidan o'zi xohlagan paytda xohlagan mahsulotini minimal narxga sotib olishi mumkin. Va yana bitta eng zo'r joylaridan biri bizada Atomida
barcha a'zolar uchun narx bir xil bo'ladi. Ya'ni siz yangi a'zomisiz, bugun registratsiyadan o'tdingizmi, yoki 10 yil, 15 yil oldin registratsiyadan o'tib hozirgi kunda уже imperial master bo'lgan a'zolar ham hammasi uchun narx bir xil. Bu kompaniyamizni juda ham katta plyusi hisoblanadi. Atomic kompaniyasini marketing plani binar tuzilishga ega. Tak, hozir kattaroq qiling. Binar marketing. Bu nima degani? Ko'pchilik binar marketingni yoqtirmaydi, chunki oldingi paytlarda ko'pchilik finansiviy piramidalar binar sistemani qo'llashgan. Lekin binarlar hammasi har xil bo'ladi. Ayniqsa Atomic kompaniyasida binar umuman boshqacha ko'rinishda bo'ladi va biz sizlar bilan hozir buni ko'rib chiqamiz. Atomic kompaniyasida strukturamizni biz parovozik yoki o'zbekchada aytganda zanjir holatida tuzamiz. Ya'ni binar deganda biz aynan o'zimizni ID'imizni tagidan faqat ikkita odamni a'zo qilishimiz mumkin. Bu aytaylik, masalan, bizani birinchi hamkorimiz va ikkinchi hamkorimiz bo'ldi. Aynan o'zimizni ID'imiz, shaxsiy ID'imiz tagidan ikkita odamni registratsiyadan o'tkazdik. Boshqa binarlarda bizga ko'pchilik aytar edi, masalan, sal hozir bundoq suramizda odam a'zo qilishar edida, ikkita odam tushadi. U ikkita odamni tagidan yana ikkita odam tushadi. Ko'pchilik binar struktura mana shunaqa ko'rinishga ega. Har birini tagidan ikkita uni farqi yo'q. Kim bu? Mana bu odam ishlaydimi? Masalan, aytaylik, mana hozir uni boshqa rang bilan bo'yaylik. Mana bu odam ishlaydimi, yo'qmi? Uni tagidan mana bu ikkita odam ketar edi. Ba'zi kompaniyalarda to'g'ri bunaqa binar bor va bu binar ularni рабочий ish marketingi binari hisoblanadi. Lekin Atomida biz parovozik shaklida, zanjir shaklida odamlarni a'zo qilamiz. Bu nima degani? Har bir a'zo qilgan odamimizni tagidan parovoz shaklida birin-ketin registratsiyadan o'tkazamiz. Har bir ishtirokchini o'ng tomonidan. Ya'ni aytaylik, mana bu siz ikkita odam taklif qildingiz, uchinchi odamingiz birinchi odamni tagiga tushadi. To'rtinchi odamingiz ikkinchi odamni va hokazo. Hech kimga o'ng struktura tuzmaymiz. Ya'ni o'ng qo'l, hozir ko'pincha o'ng qo'l deydi, lekin harakat qilamiz. Bizda qo'l, oyoq, burun, ko'z degan narsalar yo'q. Ya'ni masalan aytaylik, sen qaysi joyda turibsan desa, men uni chap oyog'ida turibman yoki o'ng oyog'ida turibman deyish, bu nima deydi, global biznesga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz sotuv bo'limlari deymiz. O'ng sotuv bo'limi va chap sotuv bo'limi. Va har bir bo'limingizda, demak, birin-ketin hammani registratsiyadan o'tkazamiz parovoz shaklida. Nimaga aynan bunaqa? Nimaga boshqa binarlarga o'xshamagan? Nimaga har bir a'zoyimizga o'ng sotuv bo'limi chiqazmaymiz? Chunki Atomic kompaniyasida 92% registratsiyadan o'tgan odamlar, ular iste'molchi hisoblanadi. Ya'ni ular faqat mahsulot sotib oladi. Ular sizlarning klientinglar bo'ladi, biznesga kelishmaydi. Ularga ikkita savdo bo'limini chiqazib, o'z tarmoqlarini shakllantirish kerak emas. Ularga biznes qiziq emas. Va kelgan odamlarni bor yo'g'i 8% demak distribyutor bo'lib, kompaniya bilan hamkorlikda daromad topishga harakat qiladi. Va aytaylik, agar sizni tarmog'ingizda mana tepadagi ikkinchi odam, ikkinchi a'zo qilgan hamkoringiz klient bo'lib registratsiyadan o'tdi, mahsulotni olib ishlatib ko'rdi. Bu paytda siz aktiv biznes bilan shug'ullanyapsiz.
odamlarni registratsiyadan o'tkazyapsiz, ular mahsulot olishyapti va ikkinchi raqamli partnyoringiz aytaylik distribyutorlik qilmoqchi. Ya'ni kompaniya bilan biznes tuzmoqchi, o'zini biznesini yaratmoqchi. Faqat o'sha paytdagina uning shaxsan o'zi ikkinchi sotuv bo'limini, o'z o'ng sotuv bo'limini chiqazib, biznesini davom ettiradi. Shu joyda juda ham muhim narsa, bir xillar aytadi, mani sponsorlik qo'lim, mani o'zimni qo'lim deb. Atomida sponsorlik yoki shaxsiy sotuv bo'limlari, shaxsiy qo'l, sponsori qo'li degan narsa yo'q. Har bitta bo'lim bu sizni bo'limingiz. Chunki bu biznes sizniki. Maniki yoki tepada turgan sponsorlarniki yoki pastda turgan odamlaringizniki emas. Shaxsan sizniki. Mana shu ID ni oldingizmi, shu ID dan boshlab sizni biznesingiz boshlanadi. Shuning uchun har bitta sotuv bo'limi uchun javobgarlikni, majburiyatni o'zimizni bo'ynimizga olamiz. Agar yuqorida turgan sponsorimiz aktiv bo'lsa, u ham biznes qilayotgan bo'lsa, odamlarni aktiv jalb qilayotgan bo'lsa, a'zo qilayotgan bo'lsa, uni klientlari oshayotgan bo'lsa, bu sizga juda ham katta plyus. Chunki mana bittagi bitta sotuv bo'limingizga u ham odamlarni a'zo qilib ketadi. Shu bilan u sizga juda ham katta yordam berayotgan hisoblanadi. Lekin shunda ham sizni sponsoringiz registratsiyadan o'tkazgan, masalan, aytaylik, mana bu 9-odam, bu ham 100% sizniki hisoblanadi, sizni komandangiz hisoblanadi. Chunki shu odam orqali, masalan, sizga ham tovarooborot 100% ga keladi. Endi ba'zi binarlar bor, ular kesiladi. Ya'ni aytaylik, sizlar odamlarni registratsiyadan o'tkazib ketyapsizlar, mana bitta уже 10 ta odam bo'ldi, keyin bitta 1000 ta odam bo'ldi, million ta odam bo'ldi, 10 mingta bo'ldi va qaysidir joyda masalan 50 ta odamdan keyin уже pastdan tushgan odamlarni ballari o'tmaydi deydi ba'zi marketinglar. Lekin Atomida bunaqa narsa yo'q. U pastga minginchi, millioninchi odam bo'ladimi yoki mana bu tomonlardan chiqqan kenglikka chuqurlikka deymiz, bu tomonga ham. Hozir mana strelka bilan ko'rsataman. Qizil strelkamiz. Pastga tushib registratsiyadan o'tayotgan odamlar sizni o'ng tomoningizdan yoki chap tomoningizdan registratsiyadan o'tayotgan har bitta odam, xullas sizni strukturangizni pastiga tushgan har bitta odam 100% sizni odamingiz, sizni komandangiz hisoblanadi va ular qilgan tovarooborotni hammasi 100% kesilishsiz, qanaqadir 50% yoki 20% sizga o'tadi degan narsalarsiz 100% ballar hammasi sizga chiqadi. Bu tomoni tushunarli bo'ldi. Agar tushunarli bo'lmayotgan bo'lsa, hozir o'zida chatga srazu savollarni yozinglar. Prezentatsiyani tugatganimdan keyin savollaringizga javob beraman. Endi boya aytganimdek, bizada chap va o'ng sotuv bo'limlarimiz bor. Mana ekranga qandoq qarayotgan bo'lsanglar, xuddi shundoq. Demak, bu chap sotuv bo'limimiz, bu o'ng sotuv bo'limimiz hisoblanadi. Xuddi mana qandoq qarayotgan bo'lsak, o'shandoq qilib qaraymiz. Atomi sistemasiga kirib, o'zingizni shaxsiy kabinetingizni tekshirganingizda, mening ofisim razdelida struktura degan joyi bor. O'sha joyga kirib qaraganingizda ham xuddi shundoq chap sotuv bo'limi va o'ng sotuv bo'limlari bo'ladi. Endi bir nechta tushunchalarni ko'rib chiqamiz, chunki Atomida bir nechta tushunchalar bor va bularni eng birinchisi bu, hozir qoraga o'tkazib olayim, PV tushunchasi. PV bu inglizcha so'z bo'lib, point value, ya'ni ball degan ma'noni anglatadi. Tarjimasi ball degani. Atomi internet magazinida xarid qilingan har bir mahsulotingiz uchun o'zini ballari bor. Biz buni bonus ballar deymiz.
Am, Aslida boshida kompaniyamiz tuzilganda PV bu Koreya voniga tenglashtirilgan. Ya'ni aytaylik, Koreya saytida Hemahim 88 ming Koreya voni turadi va o'sha 88 mingdan 44 ming bizga PV beriladi. Oldin berilar edi, O'zbekiston sayti ochilmagunicha. Mana bu PVni ham bemalol von desak bo'lar edi. Aytaylik, 44 ming PV berildi. Qolgan 44 mingichi nima deb so'rashinglar mumkin. Bu qismi, mana PV bo'lmagan qismi, bu mahsulotimizni ishlab chiqarishga ketkazilgan barcha materiallar, mahsulotlar, aytaylik elektroenergiya, suv, xullas mahsulotimizni tan narxi. Mana bu bor narxi, sotiladigan narxi. Bu mahsulotimizni tan narxi, bu daromadli qismi. Aynan daromadli qismi va daromadli qismidan bizaga pullarimiz keladi. Daromad. Har bir mahsulotni o'zini PVsi bor va foiz jihatidan hammasi har xil bo'ladi. Tan narx bu haqida alohida yana bitta dars qilamiz, chunki Atomic kompaniyasini mahsulotlarini tan narxi foizi juda ham baland. Bunga hozir chuqur kirishmaymiz. Hozir asosan marketing plan haqida gaplashamiz. Xo'p, PV dedik. Demak, PVlar Atomic kompaniyasida ikki xil turga bo'linadi. Demak, birinchisi bu shaxsiy PV va guruh PVlari yoki guruh ballari desa ham bo'ladi. Demak, shaxsiy PV bu sizni o'zingizni shaxsiy akkauntingizdan qilingan xaridlar uchun beriladi. Ya'ni mana registratsiyadan o'tdingiz va bironta bir mahsulot xarid qildingiz. Masalan, spirulina. Spirulina 11 ming ball beradi. Va mana shu 11 ming ball sizni shaxsiy IDingizga yoziladi va bu sizni shaxsiy ballaringiz hisoblanadi. Shaxsiy ballar kompaniyada hech qachon kuyib ketmaydi. Hech qachon. Marketing planimiz bo'yicha har bir ID 3 avlodga beriladi. Ya'ni sizga, farzandingizga va farzandingizni farzandiga. Hozirda olayotgan mahsulotingiz o'zingizni shaxsiy IDingizga tushayotgan har bir PV ball ertaga sizni farzandingizga qoladi va farzandingizni farzandiga qoladi. Ular kuyib ketmaydi. Va ikkinchisi bu guruh PVlari. Guruh PVlari sizni boya aytganimizdek chap va o'ng sotuv bo'limlarimiz bor. Mana o'sha chap va o'ng sotuv bo'limlaridan registratsiyadan o'tgan a'zolaringizni xaridlari guruh PVlari hisoblanadi. Tak. Endi hozir men bilan o'chiramiz, yaxshiroq tushuntirishim uchun. Xo'p, aytaylik, odamlarni registratsiyadan o'tkazyapsiz, strukturangiz ko'payyapti. Bular boshlanishiga eng yaqin odamlaringiz, ota-onangiz, opa-singil, aka-uka, qarindosh, o'rtoqlaringiz, sinfdoshlaringiz va hokazolar bo'lishi mumkin. O'zbekiston saytiga kirib ko'rsanglar, har bir mahsulot va uni PVlari belgilangan. Hozir misol tariqasida, demak, 4 etaplik yuz parvarishi uchun kechki to'plamni ko'rib chiqamiz. Masalan, shu to'plamni chap sotuv bo'limingizdagi 3 ta odam xarid qildi deylik. Masalan, bu yerda sinfdoshingizni registratsiyadan o'tkazdingiz. U o'sha to'plamni sotib oldi. Unga shaxsiy ball bo'lib 17200 PV o'tiradi o'zini shaxsiy akkauntiga. Sizga esa bu ballar guruh ballari, guruh PVsi bo'lib chiqadi, hisoblanadi. 5-registratsiyadan o'tkazgan a'zoyingiz
klientingiz yoki уже strukturangiz balki distribyutor bo'lib kelgandir. U ham xuddi shu to'plamni sotib oldi. Unga kabinetiga shaxsiy PV bo'lib o'tiradi. Sizga esa bu ham guruh PVsi bo'lib boradi. Yana bitta plus joyi, masalan, aytaylik 5-odam olgan mahsulotni bali nafaqat sizga, balki undan oldin registratsiya qilgan 3-odamingizga, undan oldin registratsiya qilgan 1-odamlaringizga ularga ham chiqib boradi. Bu haqida ham keyinroq gaplashamiz. Hozir aytaylik, mana bitta odam, 2 odam va 3-odam общий 3 kechki to'plam mahsulotidan sotib oldi. Bularni ballarini barchasi tepaga sizga guruh PVsi bo'lib chiqadi. Va общий hisoblaganda hozir chap sotuv bo'limingizda 17.200 ga ko'paytiramiz. 51.600 PV yig'ildi. Bu guruh ballari bo'ldi. Endi faraz qiling, xuddi shu naborni mana o'ng sotuv bo'limingizdan 5 odamni registratsiyadan o'tkazdingiz va ularni har biri shu mahsulotni sotib oldi. Bittadan. O'ng tomon ballaringiz 86.000 bo'ldi. Ko'ringiz, har bittasiga shu ballar o'tdi va har bir odamga shularni hammasi hisoblandi sizga shu qatoridan. Endi ko'pchilik Atomiga boya aytgandek 8% biznes qilishga keladi. No, har bir kompaniyani o'zini sharti bo'lgandek, Atomini ham sharti bor. Agar aytaylik, siz registratsiyadan o'tdingiz, sizni tepadagi sponsoringiz pastga odamlarni a'zo qilyapti, siz o'zingiz ham tanishlaringizni a'zo qilyapsiz, ular mahsulot sotib olishni boshladi, lekin agar siz hali o'zingiz hali hech narsa olib ishlatib ko'rmagan bo'lsangiz, shaxsiy сынок, я урок веду. Иди, пожалуйста. Mama, Да, иди делай, иди играй, сынок. Agar o'zingizni shaxsiy IDingizga hali xarid qilmagan bo'lsangiz, mana bu barcha ballar sizdan tepaga chiqib ketadi. Ya'ni sizni IDingizda yig'ilmaydi. Bu kompaniyani sharti. Lekin Atomida boshqalarga o'xshab juda ham katta kirish to'lovlari yo'q. Aytaylik, qaysidir kompaniyada $100, qaysidirida $400, kimdadir $1000 bo'lishi mumkin. Atomi kompaniyasini qo'ygan sharti, ballaringiz yig'ilishi uchun sizni shaxsiy kabinetingizda birinchi 10.000 PV o'tishi kerak. Bor yo'g'i 10.000 PV. Qizilda yozing. 10.000 PV. 10.000 PV bu so'mda 300.000 so'm atrofida bo'ladi. No, yana bitta plus joyi, bu 10.000 balli siz bittada qilishingiz shart emas. Misol uchun, registratsiyadan o'tdingiz, sizga zubnoy shotkalar kerak. 120.000 so'm turadi va 4.200 ball beradi. Zubnoy shotka 4.200. Shotkani oldingiz, ishlatib ko'rdingiz, sizga juda ham yoqdi, uyingizdagilarga ham yoqdi. Kelinglar, endi zubnoy pastasini olib ko'ramiz deyapsizlar. 1 kilo zubnoy pasta, ya'ni 5 upakovka 200 grammdan. Bu sizga ko'plik qiladi. Пожалуйста, kichkina upakovkada 70.000 so'mlik 4 ta kichkina 50 grammdan zubnoy pasta bor. O'shani oldingiz 1700 ball berdi. Bu hammasi yig'ilib boradi va buni hammasini bir kunda qilish shart emas. 1 oyda, 2 oyda ham qilish mumkin. Ikkalasini ishlatib ko'rdinglar, sizlarga yoqdi. Endi maskani olib ishlatib ko'rmoqchisiz. Maska 5200 ball atrofida beradi. Общий umumiy qismi 10.000 ball bo'ldi. Shu 10.000 ballik mahsulot oldingiz, sizni akkauntingiz aktivlashtirildi. Aytaylik, boya aytganimdek, spirulina 180.000 so'm turadi va 11.000 ball beradi. Agar o'sha spirulinani olsanglar, bittada уже 10.000 ball qilasizlar va akkaunt уже aktivlashadi. Bu kompaniyamizda
a'zolik darajasi deyiladi. Pastdan yozamiz. A'zolik darajasi. Kompaniyada, Atomic kompaniyasida 5 ta a'zolik darajasi bor. Bugun biz sizlar bilan 3 tasini ko'rib chiqamiz. Va birinchi a'zolik darajasi bu savdo vakili. Hozir ularni kerak emasini o'chiramiz. Endi boya aytdik, buni yozib qo'yamiz. PV birinchisi, ikkinchisi bu a'zolik darajalari. A'zolik darajalaridan birinchisi bu savdo vakili. Savdo vakili bo'lishi faqat bitta yo'li bor. Bu o'zingizni shaxsiy kabinetingizda 10 ming ballik mahsulot olishingiz kerak. Boshqa yo'li yo'q. Faqat bittagina yo'li bor. 10 minglik mahsulot oldingiz, savdo vakili bo'ldingiz va endi sizni akkauntingiz aktivlashib, boyagi pastdan kelayotgan hamma ballar yig'ilishi boshlaydi o'ng va chap savdo bo'limlaringizda. Kattaroq qilamiz. Strukturadan tushayotgan ballar ham yig'ilib boraveradi. Boya aytdim, shaxsiy ballaringiz hech qachon kuyib ketmaydi deb, xuddi shunaqa guruh ballari ham kuyib ketmaydi. Ular ham yig'ilib boraveradi toki sizda bu uchinchi tushunchamiz binar qadam yopilmaguncha. Binar qadam. Endi binar qadam nima? Binar qadam bu ma'lum bir sharti bajarilganda sizga kunlik daromad chiqazib berishga hisoblaydigan o'ziga xos mexanizm. Ya'ni binar qadam orqali kompaniya sizga daromad hisoblab o'shani tushirib beradi. Atomic kompaniyamizda sharti shundan iboratki, har bir savdo bo'limingizdan chap va o'ng savdo bo'limlaringizdan 300 ming balldan tovar aylanmasi, ya'ni tovarooborot o'tish kerak. Ya'ni boya hisobladik, mana birinchi odamingiz 17.200 lik mahsulot oldi, yana bitta odamingiz 17.200 lik oldi. O'ng sotuv bo'limingizdan demak 5 ta odam a'zo qildingiz, har biri 17.200 lik mahsulotlar sotib oldi va xuddi shundoq har bir sotib olingan mahsulot uchun ballar qo'yib boriladi. Kimgadir shaxsiy va sizga guruh ballari. Va xuddi shunaqa tovarooborotdan har bir sotuv bo'limingizdan 300 ming balldan o'tganida binar qadam yopilgan hisoblanadi va kompaniya tomonidan daromad chiqazib beriladi sizni shaxsiy kabinetingizga. Shu joyda nimaga aynan shaxsiy kabinetga? Atomic qaysi davlatga kirishidan qat'iy nazar qonunan kiradi. Qonunan kirgandan keyin bu nima degani? Kompaniya soliq to'laydi. Ofitsialniy ustav bo'yicha ishlaydi. Qonun qoidasi bo'yicha ishlaydi. Shu davlatga olib kirayotgan mahsulotlarga sertifikat, litsenziya va hokazo hamma dokumentatsiyani oladi. Kompaniya soliq to'lagandan keyin o'zini partnyorlari daromad olgandan keyin ular ham soliq to'lashadi. Hamma narsa ochiqchasiga, klassni bo'lam. Super. Ochiqchasiga ishlanadi. Qonunchilikda daromad solig'i degan narsa bor. O'sha daromad solig'ini to'lash uchun ham biz YTT ochamiz. Pulimizni, daromadimizni olish uchun bizda YTT bo'lishi kerak. YTT bo'lgandan keyin har bir daromad hisob raqamga tushadi. Ko'pchilik bu narsani voydod deydi, lekin plus tomonlarini o'ylash kerak. Necha marta eshitganmiz, qaysidir kompaniyada men ishladim, yaxshi daromad topdim, lekin sponsorim menga pulimni bermadi. Pulni sponsor to'lamaydi. Pulni kompaniya to'laydi.
Balki u kompaniya sponsorga shuncha odam uchun pul bergan, lekin sponsor o'zinikiga yetkazib bermagan. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun ham shaxsiy hisob raqamga tushish kerak. Masalan, hozir mani strukturamda aytaylik 2000 ta odam bo'lsa, u 2000 ta odamni har birini shaxsiy kabinetiga parolini bilsam man kira olaman. Strukturasini tekshira olaman. Masalan, uni nomiga mahsulot olishim mumkin, chunki o'zimni ballarim o'zi yetarli. Qancha daromad topyapti, qancha binar qadam o'tyapti, man o'sha narsalarni hammasini ko'rishim mumkin. Qancha pul tushganini ham ko'rishim mumkin, lekin u pulni man ola olmayman. Nimaga? Chunki har bir a'zoni puli o'zini hisob raqamiga tushirib beriladi. Menga yoki mani tepamda turgan yoki mani pastimda turgan nastavniklarga, sponsorlarga berilmaydi. Har bir odam o'zi qo'liga oladi. Bu juda ham katta plus hisoblanadi. Tak, yana qaytamiz binar qadamlarga. Kelinglar, misol tariqasida ko'rib chiqamiz. Masalan, bu bizani chap, да, bolam. А ты мне огонь? Иди, пусть папа откроет. Нет. Ты попроси, пожалуйста. Demak, bizani chap sotuv bo'limimiz va o'ng sotuv bo'limimiz. Demak, birinchi kun odamlarni registratsiyadan aktiv o'tkazyapsiz, kompaniya bilan tanishtiryapsiz, mahsulotlarini ko'rsatib beryapsiz, komandangiz katta bo'lyapti va tovarooborot o'tyapti. Birinchi kun chap sotuv bo'limingizdan klientlaringiz 150 ming ballik mahsulot sotib olishdi. Va xuddi shu kun o'ng sotuv bo'limingiz 100 ming ballik mahsulot sotib olishdi. Bu 10 ta odam bo'lishi mumkin, bitta odam bo'lishi mumkin, umuman farqi yo'q. Xo'p, boya aytganimdek, kompaniya shart qo'ygan binar qadam uchun 300 ming PV bo'lishi kerak deb. Kunni oxiri O'zbekiston vaqti bilan bu soat 8. Nimaga 8? Chunki hamma hisob kitoblar Koreya vaqti bilan bo'ladi. Koreya bilan O'zbekiston farqi 4 soat bo'lgani uchun, demak, bizda soat 8 ga hisoblanadi. Soat 8 bo'ldi, sistema itok chiqazadi. Demak, boya aytganimdek, 300 ming va 300 ming ballik tovarooborot o'tgan bo'lishi kerak. Sharti bajarildimi? 150 ming va 100 ming o'tdi. Yo'q, sharti bajarilmadi va marketing planda so'z berilganidek ballarimiz kuymasdan keyingi kunga o'tadi. Ikkinchi kun yana, demak, sizni chap sotuv bo'limingizdan 150 ming ballik mahsulot o'tdi. Men primerni aytyapman, bu 10 ming ball ham bo'lishi mumkin, 5 ming ball ham bo'lishi mumkin, 500 ming ham ball bo'lishi mumkin. Men primerni qilib aytyapman. 150 ming ball o'tdi va o'ng sotuv bo'limingizdan ham xuddi shuncha 150 ming ballik mahsulot sotib olishdi. Endi Нет, я не одену, иди к папе. Soat 8 bo'ldi, yana kechki 8 va sistema yana hisob-kitob qilishni boshlaydi. Demak, kechagi kundan, birinchi kundan o'tgan 150 ming ballingiz va bugungi 150 ming ballingiz. Sistema hisob-kitob qilyapti va 300 ming ball o'tdi. Chap sotuv bo'limingizdan. O'ng sotuv bo'limingizdan esa 250 ming ball o'tdi. Sistema yana tekshiradi. Uzr. Shart qo'ygan 300 ming ball o'tdimi? Bitta tomonimizda o'tdi, chap tomonimizda, o'ng tomonimizda o'tmadi. Bu degani, ballarimiz 3-kunga o'tadi. Endi 3-kunga o'tdik. 3-kunda demak, sizni o'ng va chap sotuv bo'limlaringizdan yana tovarooborot o'tyapti.
Aytaylik, 3-kun tovar-oborot sal kamroq bo'ldi. 50 ming ball o'tdi har bir sotuv bo'limingizdan. Yana soat 8 bo'ldi va sistema yana tekshirishni boshlaydi. Demak, bu joyda nima bo'lyapti? Chap sotuv bo'limingizdagi ballar 350 ming bo'ldi. O'ng sotuv bo'limingizda 300 ming ball bo'ldi. Shart bajarildi, to'g'rimi? To'g'ri. Chap tomonimizda demak ballarimiz ko'proq o'tdi. 350 ming. Eng asosiysi 300 ming balldan oshishi kerak. Hattoki aytaylik, bitta tomoningizda 299.999 ball bo'lsa ham sistema hisobga olmaydi. Chunki sharti 300 ming ball bo'lishi kerak. Sistema ko'rdi, bu tomonda demak shart bajarildi va o'ng tomonda ham shart bajarildi. Bu tovar-oborotni sistema yopadi va qilgan tovar-oborotingiz uchun sizga foiz sifatida daromadingizni hisob-kitob qilib tashlab beradi. Shu joyda ko'pchilik tushunmaydi, o'ylaydiki, mana ball kuymaydi degandan keyin sistema faqat 300 ming hisoblaydida, qolgan ballarni keyingi kunga o'tkazib beradi deb ko'pchilik o'ylaydi. Bu noto'g'ri fikr. Ya'ni bu nima degani? Mana bu joyimizda demak, mana bu yerda 350 ming ball o'tdi. Ko'pchilik o'ylaydi 300 mingdan yopib turib, mana bu yerdagi 50 ming keyingi kunga o'tadi deb. Bu noto'g'ri. Chap sotuv bo'limingiz yoki o'ng sotuv bo'limingizda qancha ball o'tishidan qat'iy nazar kam sotuv bo'limimizga qaraymiz. Ball tomonlama kam tomonga qaraymiz va o'sha bo'yicha hisoblaymiz. 300 ming ball yopilgandan keyin aytaylik, bizani hozirgi ko'rinishimizda o'ng tomondan 300 ming ball yopildi. Chap tomonda qancha ball yig'ilishidan qat'iy nazar 4-kunga polniy tovar-oborotimiz 0 bo'lib o'tadi. Ya'ni qancha ball yig'ilishidan qat'iy nazar ular 0 bo'ladi, обнуляется. Ko'pchilik buni ham noto'g'ri deyishi mumkin, lekin mantiqan agar matematik tomondan buni hisoblaydigan bo'lsa, bu to'g'ri fikr. Bir xil aytishi mumkin, qiyin deb. Faraz qiling, bironta bir kompaniyada sotuvchi bo'lib ishlayapsiz, sotuvchi menejersiz. Rahbarlaringiz har kunlik plan qo'yadi. Masalan, aytaylik, bugun Niginami, Nigorami kim bo'lishidan qat'iy nazar 10 millionlik mahsulot sotishi kerak. Agar 10 millionlik mahsulot sotsa, premiya oladi. O'sha 10 milliondan aytaylik 10%. 10% bu 1 million so'm bo'lyapti. Agar Nigina deylik, Nigina 10 million so'mlik mahsulot sotsa, 1 million premiya oladi. Agar o'sha summaga yetkiza olmasa, demak u premiya ola olmaydi. O'sha premiyasi 10% emas, summadan aytaylik 5% bo'ladi. Bu ham примерно xuddi shunaqa narsa. Tovar-oborot qilib berdingiz, qo'yilgan shartni bajardingiz, o'zingizni daromadingizni foiz ko'rinishida oldingiz. Bu haqida ham keyinroq chuqurroq o'rganib chiqamiz. Endi qaranglar. Tovar-oborot o'tganni, ya'ni mana bu ballarimizni biz sizlar bilan 3 kun kesimida ko'rib chiqdik. Lekin bu binar qadamlar bir kunda ham yopilishi mumkin. Bir oyda ham yopilishi mumkin yoki bir yilda ham yopilishi mumkin. Bu hammasi sizni ishlashingizga, ishlash tempingizga va kompaniyaga chaqirayotgan klient, reklama qilishingiz, a'zo qilishingiz va shularni barchasiga bog'liq. Ya'ni har bir odam o'zini tezligida ishlashni boshlaydi. Ko'p klienti bor odamlar ham srazu kelib turib, bu binar qadamni bir kunda yopsa bo'ladi. Hech qachon biznesga kelmagan odam ham bu joyda biznesni boshlab, aytaylik 1 oydan keyin, 2 oydan keyin, 3 oydan keyin ham yopishi mumkin. Asosan agar statistikadan kelib chiqadigan bo'lsak,
yangi kelgan odam, umuman hech qachon biznes qilmagan, biznesni B harfini bilmaydigan odam ham kelib turib 300 soat ishlab, kunda yoki nimada aytayotganim yo'q, 300 soat, ya'ni agar kuniga 4 soatdan vaqt ajratsangiz yoki kuniga 1 soatdan vaqt ajratsangiz, xullas umumiy hisobda 300 soat vaqt kerak birinchi binarni yopish uchun. Lekin o'sha 300 soatdan o'tadigan bo'lsanglar, sizlarda уже avtomatik tarzda binarlar yopilishi boshlaydi. Bu temaga ham keyinchalik qaytamiz. Demak, endi hammaga qiziq joyi, shart bajarildi. 300 ming balldan o'tdi. Har bir qo'limizdan kompaniya bizga qancha to'laydi? Boya a'zolik darajalari haqida gaplashdik. Birinchi a'zolik darajasi bu savdo vakili dedik. Savdo vakili bo'lganingizda va sizda binar qadam yopilganida, har bir 300 minglik binar qadam uchun kompaniya sizga savdo vakili bo'lganingizda 170 ming so'mdan beradi. Bu a'zolik darajasiga bog'liq. Bu birinchi a'zolik darajasi va birinchi binar qadamni ko'rib chiqdik. Endi a'zolik darajasini ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchi darajadan boshlab turib a'zolik darajasini ikki xil yo'l bilan ko'tarish mumkin. Agar boya aytganimdek, savdo vakili bo'lish uchun sizda faqat bitta yo'l bor, ya'ni bu shaxsiy kabinetingizda 10 ming ball yig'ish kerak bo'lsa, ikkinchi darajadan boshlab turib ikki xil yo'l bilan yig'ishimiz mumkin. Ulardan biri shaxsiy ballar, demak, ikkinchisi bu agentlik darajasi. Kelinglar buni ham yozib qo'yaylik. Agentlik darajasiga erishishi ikki xil yo'li bor. Bugun faqat bittasini ko'rib chiqamiz, chunki bu ham juda ham chuqur tema. Ularning bittasi shaxsiy ballar orqali, ya'ni o'zingizni shaxsiy ballaringizni 300 ming ballga yetkazish. Ikkinchisi guruh ballari orqali. Biz hozir shaxsiy ballarni ko'rib chiqamiz. Demak, siz shaxsiy kabinetingizda mahsulotlar xarid qildingiz va ballaringizni 300 ming ballga yetkazdingiz. Bunda nima o'zgaradi? Boyaga ko'rib chiqqan 300 ming binar qadamimiz uchun endi 170 ming so'mdan emas, 3 barobar ko'proq, ya'ni 510 ming so'mdan olamiz. Xuddi o'sha tovarooborot uchun. Bu summamiz уже bir xil. Oldin kompaniya mahsulot aylanmasiga bog'liq bo'lar edi. Hozir demak bizda fiksirованный summa. Bu qanday hisoblanadi? Har bir a'zolik darajasini o'zini ko'paytirgichlari bor. Ko'paytirgich bu tovar aylanmasidan kelib chiqadi. Demak, boya aytganimdek, savdo vakili birinchi a'zolik darajasi 10 ming ball, ko'paytirgichimiz 5 bo'ladi. Bu har doim hamma filiallar uchun bir xil. Agentniki esa 15. Va buni ko'paytirgich dedik. Keyingi bilishimiz kerak bo'ladigan narsa, binar qadamlardan keyin to'rtinchisi bu koeffitsient. Hozirgi kunda bizning koeffitsiyentimiz 34 ming so'mni tashkil qiladi. Koeffitsient aynan mana hozir men 34 ming degan summa, shu koeffitsient demak bizning boyagi ko'paytirgichlarimizga ko'paytiriladi va bizaga chiqadigan daromad kelib chiqadi.
Bundan nima degani? Demak, boyagi 170 mingimiz bu 5 ko'paytirgichimiz koeffitsiyentga ko'paytiriladi degani. Va keyingi darajamiz bu agent. Bu degani agentda 15 ko'paytirgich bo'lsa, u koeffitsiyentga ko'paytiriladi va shunga yarasha pul chiqadi. Hozir bu tushunarsizdek tuyulishi mumkin, lekin boya boshida aytganimdek bir necha marta ko'rib chiqamiz, konspekt qilamiz, tushunmagan joylarini so'raymiz va bir necha marta ko'rib chiqilgandan keyin bu narsa judayam tushunarli bo'ladi. Endi strukturamizni muntazam rivojlantirib borarkanmiz, bunaqa binar qadamlarni boya aytganimdek har kun yopishimiz mumkin. Yakshanba kunidan tashqari. Bu degani sizda haftasiga 7 kun bo'lsa, yakshanbani chiqazib tashlaymiz. 6 kun binar qadam o'tib, 6 marta daromad olishimiz mumkin degani. Klientlarimizni ko'paytirgan taqdirda. Endi summada hisoblaydigan bo'lsak, agar siz savdo vakili bo'lsangiz, 6 ta binar qadam yopdingiz, 170 ming so'mdan kompaniya sizga to'ladi. 6 kunda sizni daromadingiz 1 million 20 ming so'mni tashkil qildi. Va agar darajani ko'tarib agent bo'lsangiz, xuddi o'sha 6 kun uchun, ya'ni shaxsiy kabinetingizda 300 ming ball yoki guruh ballaringiz to'g'ri keladigan bo'lsa, sizga kompaniya 6 kunning ichida 510 ming so'mdan pul to'laydi va bu umumiy hisobda 3 million 60 ming so'm bo'ladi. Qaysi biri yaxshiroq? Конечно, 3 baravar ko'proq bo'lgani yaxshiroq, to'g'rimi? Shuning uchun harakat qilamiz agentlik darajasiga chiqishga. Boshlanishida agentlik darajasini o'zi yetadi. Boya aytganimdek, kompaniyani marketing plani shunaqangi o'ylanganki, har bitta odam uni puli bormi, yo'qmi, kompaniyada biznes qilishi mumkin. Boya aytganimdek, haligi 10 ming ball bilan siz imperiallik darajasigacha chiqishingiz mumkin. Kompaniya bunga yo'l qo'yadi. Buni ham o'zini qonun qoidasi bor, lekin shu narsani qilsa bo'ladi. Endi ikkita darajani ko'rib chiqdik. Endi uchinchisini ko'ramiz va bu daraja bugungi oxirgisi bo'ladi. Qolgan darajalarni boshqa darslarimizda ko'ramiz. 3-a'zolik darajasi bu maxsus agent. Maxsus agentni ham darajasini ko'tarishga ikki xil yo'l bor. Bugun faqat shaxsiy ballar orqaligini ko'rib chiqamiz. Bu shaxsiy ballaringiz 700 ming balldan oshiq bo'lishi kerak. Oshiq yig'ilgan bo'lishi kerak. Darajalarimiz nimaga umuman o'zi olganda daraja kerak Atomida? Darajangizga sizni daromadingiz bog'liq bo'ladi. Darajangizga masterlikka yopasizmi, yopmaysizmi, ularning hammasi bog'liq bo'ladi. Daraja Atomida juda ham muhim o'rin egallaydi. Xo'p, maxsus agent darajasiga chiqqan odammi, demak, ular ikki xil binar qadamlarni yopishi mumkin. Boya aytganimizdek, 300 minglik binar qadam, bu birinchi binar qadamimiz. 300 minglik binar qadamni yopishi mumkin va keyingi etapdagi binar qadam bu sizlarga ekran ko'rinyaptimi? Bo'ldi, ko'rinyapti. 700 ming ballik binar qadamni yopishi mumkin. Faqat orasida ozgina farqi bor. Boya aytganimdek, ballarimiz yig'ilib boradi, ballarimiz kuymaydi. 300 ming ballik binar qadamni 1 yilmi, 2 yilmi, 1 oymi xohlagan vaqtingizchalik yig'ib borishingiz mumkin. Toki ikkinchi sotuv bo'limingizda 300 ming ball yig'ilmagunicha. Lekin
700 ming ballik binar qadamni bir sutkada, ya'ni 24 soatda yig'ish kerak bo'ladi. Ana o'shandagina bu ball hisoblanadi. Agar sizda demak 700 ming ballik binar qadam yopiladigan bo'lsa, bu bir sutkada 24 soatda, demak, boya mana bitta aytdik, bizada ko'paytirgichlar bor deb, va har bir a'zolik darajasini ko'paytirgichlari bor dedik. 5, 15 va endi qarang, maxsus agentda 30 ko'paytirgich ishlaydi. Bu degani bizani 30 ko'paytirgichimiz koeffitsiyentga ko'paytiriladi 34 mingga. Kelinglar hisoblab ko'ramiz. Bu 1,20,000, ya'ni bir sutkada odamlaringizni ko'paytirib, partnyorlaringizni ko'paytirib, xuddi sizga o'xshab biznesga kelgan odamlarni ko'paytirib turib, bir sutkada har bir sotuv bo'limingizdan 700 ming balldan tovarooborot o'tkazishingiz mumkin. Va bu komandaviy ish uchun sizga bir kunda 1,20,000 so'm to'lanadi. Bu juda ham zo'r. Ilohim hammamiz shu darajagacha chiqaylik. Bu darajaga yetib boramiz. Bu hozir juda ham katta baland balldek ko'rinyapti, lekin bundan-da ortiq ballar o'tadigan masterlarimiz ham bor. Darajalar bo'yicha shu joyda to'xtaymiz va ozgina hozir ranglarimiz, masterliklarimiz haqida gaplashamiz. Binar qadamlardan keladigan daromad kompaniyamizni faqat bir tur daromadi. Bizda undan tashqari yana turi bor. Bu masterlik darajalari uchun demak beriladigan pul mukofotlari. Ranglarga keladigan bo'lsak, masterliklarga keladigan bo'lsak, Atomic kompaniyasida 7 ta masterlik darajasi bor. 7 ta, va bularni eng birinchisi va chiqishga eng qiyin bo'ladigani bu savdo masteri. Savdo masteri. Bir necha yil oldin Pak Hangil janoblari bizga aksionniy masterlik darajasini kirgizganlar. Ya'ni semi sales master deyiladi. Bu yarim master. O'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, yarim master. Ballari bilan ozgina farq qiladi, lekin bu aksionniy daraja bo'lgani uchun, rang bo'lgani uchun marketing planga kirgizilmagan va bu semi sales master faqat 26-yilni oxirigacha bo'ladi. 27-yildan boshlab bu aksionniy masterlik darajasi уже olib tashiladi va birinchi, demak, masterlik darajasi bu savdo masteri bo'ladi. Endi savdo masteri bo'lishni bir necha shartlari bor. Bulardan birinchisi, siz demak maxsus agent bo'lishingiz kerak. Ya'ni yoki shaxsiy kabinetingizda 700 ming ball bo'lishi kerak, yoki guruh tovaroborotidan kerakli miqdorda ballar o'tgan bo'lishi kerak. Undan tashqari kvalifikatsion davri ichida chap va o'ng savdo bo'limlaringizdan har bir ball, savdo bo'limingizdan mana chap va o'ng har biridan 2,5 milliondan ball o'tgan bo'lishi kerak. Endi keyingi tushunchalarimizdan bittasi, koeffitsiyentni ko'rib chiqdik. 5-inchisi bu kvalifikatsion davr. Atomida 2 ta kvalifikatsion davr bor. Bu oyni 1-chislosidan 15-chislosigacha va 16-chislodan oyni oxirigacha. Shu har bitta kvalifikatsion periodda, ya'ni mana 15 kun deb oladigan bo'lsak, yakshanba kunlarini chiqazib tashlaymiz. 2 haftada 2 ta yakshanba deydigan bo'lsak, demak o'rta hisobda bizda 13 kun bor. Shu 13 kunning ichida
chap va o'ng sotuv bo'limlarimizdan 2,5 million balldan o'tgan bo'lishi kerak. Ana o'shanda siz savdo masteri rangini yopgan bo'lasiz. Judayam hozir yaxshilab eshitinglar. Oldin ko'pchilik o'ylar edi, bir marta masterlik darajasini yopsa, bir umr masterlik uchun pul oladi deb. Yo'q. Boya aytganimdek, primer keltirdim. Agar sotuv menejeri bo'lsangiz, har kunlik plan qo'yiladi va har kunlik sotuvdan sizga protsent keladi. Bu ham xuddi shunaqa. Plan qo'yilgan 15 kunni ichida har ikkita sotuv bo'limingizdan 2,5 million ballik, so'mlik emas, ballik tovarooborot o'tkazishingiz kerak. Ana o'sha tovarooborot o'tsa, kompaniya qo'yilgan plan bajarildi va siz o'zingizni protsentingizni olasiz, o'zingizni foizingizni olasiz. Nimaga foizingizni olasiz deyapman? Atomida daromad foizlar bo'yicha bo'linadi. Buni ham alohida keyinchalik ko'rib chiqamiz. Demak, masterlik darajasini yopgan hamkor har bir kvalifikatsion davrda o'ziga yarasha premiya oladi. Va bu premiya o'rta hisobda 4 million so'm atrofida chiqadi. Ya'ni 15 kunni ichida masterlik yopdingiz, 4 million so'm oldingiz. Keyingi 15 kunlikda masterlik yopdingiz, 4 millioningizni oldingiz. Bu faqat masterlik premiyasi. Undan tashqari boya ko'rib chiqqan binar qadamlarimiz bor. Va bundan tashqari birinchi marta masterlikni yopgan odamlarga qo'shimcha plus yana 4 million 160 ming so'm beriladi. Kelinglar, buni ham misol tariqasida yozib ko'rsatib beraman. Demak, kelinglar, birinchi chislodan 15 chislogacha ko'rib chiqamiz. Demak, har bir binar qadamimiz 300 ming balldan. To'g'rimi? O'rta hisobda xuddi shunaqa 300 mingdan bizada 8 ta binar qadam o'tishi kerak. Demak, 8 kunni ichida binar qadamlarimiz yopilishi kerak. Bu har 2 kunda bir marta bo'lsa ham bo'ladi. Unda ham ulguramiz. Demak, 300 ming balldan 8 ta binar qadam o'tdi. Bizada 2 million 400 yig'ildi. Bitta har bir strukturamizda, ya'ni chap tomonda va o'ng tomonda 2 million 400 o'tdi. Plus yana bir kun bizda 100 ming balldan o'tdi. Umumiy olganimizda 2,5 million bizda o'tdi. Bu degani 8 binar qadam. Sizni darajangiz maxsus agent, demak 300 ming ballik binar qadam o'tdi va 8 ta binar qadam uchun kompaniya sizga 510 ming so'mdan pul to'ladi. Xo'p, kelinglar hisoblaymiz. 8 ko'paytiramiz 510 mingga. Demak, 2 haftalik daromadingiz binar qadamlar orqali 4 million 80 ming bo'ldi. To'g'ri yozdimmi? To'g'ri yozdim. Endi faraz qiling, siz birinchi marta yopasiz masterlikka. Xo'sh, masterlik premiyasi deymiz, uni ham hisoblaymiz. Boya aytganimdek, приблизительно bu 4 million atrofida. Xo'p, 15 kunni ichida уже 8 million 80 ming so'm yig'dinglar. Endi birinchi marta masterlik yopganimiz uchun любой rangda mana 7 ta rangimiz bor dedik. Har bir rangi birinchi marta yopganingizda alohida yana pullik sovg'alari bo'ladi. Bundan tashqari путешествие bo'ladi. Mashina beriladi. Mashina, kstati, boshqa kompaniyalarga o'xshab avtolizing emas, rostdan ham haqiqatdan ham sovg'a qilinadi. Ya'ni o'sha mashina uchun hech qanaqa pul to'lanmaydi. Boshqalar xuddi kreditga o'xshab beradi, o'sha daromadingizdan keyin ushlab qoladi. Bizda unaqa emas. Endi masterlik darajasiga kelsak, sovg'a 4 million 160 ming so'm beriladi. Birinchi martasiga siz 4 million 80 ming
4 million va 4 million 160 ming so'm pul olasiz. Umumiy hisobda 12 million 240 ming so'm olasiz birinchi marta masterlik yopganda. Keyingi masterligingizni yopganingizda уже 8 million 80 ming so'mdan olishni boshlaysiz. Shundayam agar har hafta yopadigan bo'lsangiz, har oyda 2 martadan masterlik yopadigan bo'lsangiz, demak siz уже так 8 million 80 mingga ko'paytiramiz 2 ga har oy stabildan 16 million 160 ming so'mdan topishni boshlaysiz. Bu agar biza so'mda qaraydigan bo'lsak. Bugunga tushuntirmoqchi bo'lgan marketing planim shundan iborat edi. Shuni o'zi yetarli deb o'ylayman. Ayniqsa yangilarga, даже balki ba'zi bir joylarida ko'proq ham bo'lishi mumkin, lekin bu marketing planni tushunish hammaga shart. Ayniqsa biznes qilishga kelganlar marketing planni bilish kerak. Chunki daromadimiz qayerdan kelyapti, shuni hamma narsasini bilish kerak. Ko'pchilik mana bu kompaniyada aldashdi, bu kompaniyada aldashdi, undoq qilishdi, bundoq qilishdi deydi. Bu nimadan kelib chiqadi? Mana shunaqa hisob-kitobni bilmaslikdan, marketing planni o'zi shaxsan o'rganib chiqmaslikdan. Chaqirgan xolasimi, ammasimi, ko'chadagi tanishimi o'shalarga ishonib kirib ularni gapiga quloq solganidan. Qaysi kompaniyaga borishdan qat'iy nazar albatta o'sha kompaniyani o'rganib chiqish kerak. Marketing planini o'rganib chiqish kerak, hisoblab chiqish kerak. Qancha tovar-оборот qilsangiz sizga qancha pul tushadi? Bu tovar-оборотni qilish uchun sizga nechta odam kerak? Qanaqa atrofingizda qanaqa klientlaringiz bor? Ular qanchalik mahsulotni sotib oladi? Agar shuni hammasini hisob-kitob qila oladigan bo'lsanglar, o'zingizga aniq maqsad qo'yib, уже qanaqa harakat qilishinglar ko'rinib chiqadi. Endi bir xil ishonmasligi mumkin. Men har doim o'zimni klientlarimga, partnyorlarimga aytaman. Menga ishonmanglar. Kiringlarda saytni o'rganib chiqinglar. Saytimizda bu hamma marketing plan bor. Balki bunchalik katta ochib berilmagandir, lekin hamma raqamlar, hamma hisob-kitoblar hammasi bor. Iloji bo'lsa saytga kirib, marketing plan degan bo'limi bor. O'sha yoqqa kirib PDF da skachat qilib olib, o'zingizlarga распечатка qilib oldingizlarda обязательно tursin. Har bir daraja, har bir binar qadam, har bir rang uchun beriladigan pul mukofotlari hammasi ochiqchasiga yozilgan. Albatta o'rganib chiqinglar va qanaqa savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol beringlar. Men ularga javob beraman.